Esingdami? Nodir mashina olgani kelganingda oldirtirishmasdi. Hozir "Ke, menikini ol deyapti." Jigar ranjonlikdan olganman bor-ku. Bu yoqda Tesla Model Y shakli bu. Voy, hoji aka, assalomu alaykum. Hozir bitta lifehack ko'rsataman. Ko'rsatib yuboraymi? Ikkita mana shu krilo bilan orqa kriloda mana shu orqa eshik, mana shu yoqda ham bor kraska. Mashinani tarixi kelib chiqadi. Sotamiz, narxini zo'r qilib bersangiz. Oldi. Sovutadi, isitadi. Mana bitta bo'lsangiz andir. 95. To'xtang. Like bosishingizdan chiqib qolibdi hali ham. Ana 16300 ga bitta Malibu 2. Joinda keladi-ku gap, joinda. Bilmayman, qayerdandir keladi. Gelik. Genesis bitta ko'rsatib yubormasak bo'lmaydi. 2020 34 ming yurgan. Unda Malibu Premierlar, unda davlat nomerda o'tib ketyapsa, hech qilib hokim emasmi? Endi o'ylab qolaman-da, o'ylab qolyapman o'sha hozirgi kunda. Kakras bir hafta ham bo'lmabdi. Hali bu dunyo mol-mulkiga o'ta kirib ketmagansiz. O'shaning uchun bemalol olinglar deb hozir qalbingiz toza paytida sudalashasiz. Malibu Premier 0 probegliklar 45 ming ko'rdim men o'zim. 14年的是吧？14年，那还16年呢。14那边 Xitoyliklardan pul olish juda ham qiyin. Voy, juda qiyin ekan, rostdan. Tanlab, bizanikilar 100% ko'rsa, bular 200% tekshirib oladi degan. Lekin mana Xitoyliklar polni prado qarayapti. Kasb-korimizga baraka bersin, ishlarimizga rivojini bersin, Alloh o'z to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bizani Rossiya davlatidan turib kuzatadiganlarga zo'r tavsiyam bor. Black. Bu Rossiya hududida yashash va ishlash uchun juda ham qulay T-Bank kartasi hisoblanadi. Bundan Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga hech qanaqa komissiyasiz o'zini valyutasida pul o'tkazish mumkin. Zo'ra, agar 30-aprelgacha pastdagi silka orqali kartani rasmiylashtirsangiz, bundan 1 yilgacha bepul foydalansangiz bo'lar ekan. Buni chet el raqamiga pasport va Rossiya sim kartasiz ham rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Shunchaki pastdagi silka orqali ariza qoldirsangiz, o'zingizga qulay hududga yetkazib ham berishadi. Undan tashqari boshqa afzalliklari ham bor. Naqd pul bilan yoki boshqa kartadan hisobni bepul to'ldirsa ham bo'ladi. Yoki oilangizni to'g'ridan-to'g'ri shu kartaga ham tushirsangiz bo'ladi. Komissiyasiz naqd pul yechish Pro obunasi bilan chet elliklar uchun yana qulay xizmatlarni taqdim etadi. Ilovada siz doimiy yashash ruxsatnomasi, vaqtinchalik yashash guvohnomasi, ish va uy-joy qidirish, patent va ma'lumotnomalar haqida bepul maslahatlar olasiz. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan ona tilingizda so'zlashish ham mumkin. Bank sayohat bo'limida xarid qilingan aviachiptalar uchun 4% gacha cashback ham beradi. 30-aprelgacha pastdagi silkada ro'yxatdan o'tib 1 yil davomida bepul xizmat ko'rsatadigan kartani rasmiylashtirib oling. T-Bank Rossiyadagi hayot va ishlash uchun. Assalomu alaykum, qadrdonlar, charchamayapsizlarmi? Havo bulut, lekin iliqqina. Xullas, yakshanba kuni bugun nechinchi chizlar? Chizlarni ham aytmas ekanman. 13-aprel. Roppa-rosa 2 yil bo'pti YouTube'ga video boshlaganimizga. 2 yil bo'pti o'sha. Boshidan kuzatayotganlar bizani yaxshi bilishadi, yomon hurmat qilaman deb ko'chada ko'rib qolaman. Boshidan kuzataman. Esingdami? Nodir mashina olgani kelganingda oldirtirishmasdi. Hozir "Ke, menikini ol deyapti" deb xursand bo'lishadi, bor-ku. Men o'zim ham xursand bo'laman. Jigar qiziq mashinalarni xudo xolasa qo'yamiz. Daryo qatori polni 2-3 ta yakshanba oldik. Endi sal bundoq puli borlar yaxshiroq mashina olish uchun sal yaxshiroqlarni ko'rsatamiz yoki niyat qilib qo'yishingiz uchun ham aytaylik 20 mingdan balo mashinalarni bitta ko'rsatib o'tib ketib turamiz. Oldindan bitta like bosib, poddержка qilib qo'yaverasiz jigar. Biz aslan bilasiz, mashinalarni video qilamiz, orada odamlar bilan gaplashib ham yuramizda. O'sha bizani ana fishkamiz deydimi, ajralib turadigan joyimiz. O'shanga bemalol gaplashib quraveramiz-da. Hoji aka, assalomu alaykum. Sizlarimiz charchayapsizlarmi? Nima sotyapsiz? Nima sotyapsiz? Keling ko'rsataman. Qani? Qaysi birini? Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. Keling, mana shu yerdan bitta ko'rsataymi, Mercedes olib shaqqa o'tamiz. Mana Pradodan keyin chiqadi. Qayerda ko'rasiz? Pradodan. Ha, bo'ldi, o'sha yerga o'tamiz, xudo xolasa mana shu yerdan. Tak, birinchi bo'lib keling, mana Mercedesdan olamiz. Buni egasi bormi ekan? Yo'qmi?
Hoji aka, bu Mercedes-chi. Mana bor ekanlar. Sekin bu yoqdan o'ramiz. Doda, assalomu alaykum. Nima ovoz? Tomosha Nima hadis o'zi? men Nima? namazim bor. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Sizlarsiz charchamasizlarmi? Qanaqasizlar aka? So'zini yaxshimi? Teslanimi? Olamiz anjonchasiga. Anjondansa. Anjonli jigar. O'zi jigarni anjonlidan olganman, bor-ku. Hoji aka, qani Mers? Assalomu alaykum. W221 nimadir qilingani shakli. 22 qilingani. Qaraqalpoq 95? Ha, 4 yil. 2006-yil nech pulda o'z? 27 ming. 27 ming. Tak, probegi 348 ming a. S nechi bu motori? 3,5 ming. Motor S221. W bu. Esmas. W221. Kuzov S 350 bo'ladi. Da. Bitta salonni ko'ramiz. O'zimni to'yga chiqamiz. Yo'q, men o'zim haydaganman. Ha, haydab yurishga. Mashinada. Nima ishi bor buni? Buni ishi kosmetika kerak bo'lgan. Bitta yo'q, chaqa chuqalarini 27 mingga balki yaxshidir, lekin 2004-yili ko'rinishi zo'r, 2006. Sal kelishtirib bermasak, bilasiz, sal qimillamay qoladi bor-ku. Nech pul qilishdi, to'g'risini ayting. 23,5 ming. Qilishdimi? Bermadingizmi? Qachon? Ertalab. Bugunmi? 23,5 ming zo'r qilishibdi. Men bunday tashqi holatidan qarab endi baribir yiliga qarab bir 20 bilan 22 atrofida berib yuborsalar kerak deb o'ylab turibman. Stansiyasi yaxshi-da. Ha. Da, qarang. 2006-yilgi mashinani salonini. Salon o'sha zavodskoy-a? Faqat mordasi restyling qilingan-a? Zo'r. O'sha berasizmi? O'sha mayli, o'sha 22-23larga? 24 mi? 25 o'zi. Oxirgi bahasi 25 dan sizdan kelsa ishomaydi. Va 24larga qalblarga qo'l solib bosarsangiz bo'ladi. 88lik 601 95 shunaqa Qoraqalpoqdan keldingizmi? 4 yil. 4 ko'ldan keldingizmi? 4 ko'llik. G'ildiraydoshlar. Qayerdan 4 ko'ldan? Shahar Ro'zdan. Gap yo'q aka, barakasi bersin, nomerlarni qoldirdim. Ko'raverasizlar. Mana shu to'y poyga chiqishga bo'lsa kerakli o'zimizda voqea yurishga ham 24 minglarga mana shu berib yuborarlar. Bu yoqda Tesla Model Y shakli bu. Voy, hoji aka, assalomu alaykum, tuzimsiz. Andijonni eng ko'p Tesla olib kelinadi. Sotilib ketdi. Qaysi aniq probeg kamimi? 17 ming. 17 ming shu zo'r edi. Men u mashinani ko'pchiligiga yana bozordan chiqqanimdan keyin tavsiya qildim, aka. Rosa tavsiya qildim. Yo'q. Bizdan sotildimi? 786. Bizdan sotildimi? Mayli bir. Qistirmadingiz-da, dedi. Hazillashamiz. Tak. Model Y bu o'tgan safar 3 edi, u kichikroq edi. Bu почти crossover. Yaxshigina normalniy katta bor-ku, salonlar kengina. Adashmasam, nima kuzov deyiladi bu? Universal. Liftback deyilarmidi? Kuzovi? Nima deyiladi? Universal emas, shu yana. Liftbackmidi? Bagaji bilan ochilishi. Tak, mana qarang, saloni patologiya yaxshigina balonda. Bolalar chaqalar bilan yurishga zo'r. Hozir nech pul bular aka? 31 mingdan chiqib beramiz ya. Probegi qancha, yili nechi? 47 ming yurgan 23. 23-yil 47 ming yurgan. Kraskasi? Chililar bilan kapotda jicha petno bor. Amerikadan olib kelayotgan haligi. Nima yiladi-yu mashinaga vaqt. Hashta. Aslida nima deysiz? Bagaj. Bagaj bilan, krilo bilan bagajdacha. Krilo bilan bagaj. Lekin sizda kapotamda yuradi, har xil. Ta. Vinkodini tersa chiqadi. To'pa-to'r. Hozir bitta life hack ko'rsataman. Ko'rsatib yuboraymi? Ha? Amerikadan kelgan mashinalarni bu yoqqa kelib o'rgatib qo'yaman-da. Mana bu Vinkodi bor, любой mashinada. Ko'ryapsizmi?
ko'rsa. Amerikanskiy mashinalarni qayerdan bilsa bo'ladi, bitta chetida sarig'i bo'lardi bunda. Ha mana bu degan bunda. Xullas, ana Amerikanga faralar chiqqan-ku, o'shalar mana shu bokoveyda ili farasida sarig'da поворотники bo'ladi. O'shandan bilsa bo'ladi Amerikanskiy. Misol Amerikanskiy Malibular ham oq cheti. Amerikanskiy Malibuda o'sha sariq bo'ladi. Vin kodini bitta teramiz, qarang. 7 SI YGD o'zimcha SI dedim, bu yo'q, yana o'zbekcha ketdi. D E 3 P F 64 20 74 64 20 74. Hoppa. Bitta kirsa mana chiqib keladi-da, ma'lumotlar. Bu mashinami, boshqa mashinami? Buni oldidan ham urilgan deyapti. Oldi krilo ham deyapti, agar shu bo'lsa. Yo'q. Orqa krilo bilan oldi kriloda. Orqada yo'q ekan-a? Ha, orqa bagaj tuzuv ekan. Orqa bagaj mana shu krilo bilan. Kriloda bor ekan. Orqa bagajda. И oldi kriloda. Ikkita mana shu krilo bilan orqa kriloda mana shu. Cho'zi и mana bu orqa eshik, mana shu yoqda ham bor kraska. Xullas, mashinani tarixi kelib chiqadi. Endi bular auksiondan olingan mashinalar bo'ladi. O'shalarni kelib chiqadi faqat, qani. Yujniy Koreyadan kelganda bu, to'g'rimi? Mana. Avtotokor auksion. Orqa krilo bilan oldi krilo almashgan. Yo'q, orqa krilo o'zi qilingan, oldi krilo aniq almashgan. Bu kriloni qilib olmaydi. Oldiga o'tib. Yo'q, bu ketmagan. Krilo balon yechib qo'yilgan holat, ha. Balon yechib qo'yilgan holatida ko'rasiz. Xullas mana shunaqa. Ha, mana oldi kriloni aniqlari ko'ryapti. Polirovkani o'sha polirovka qilingan. O'z bu mashinalarni 70-80 ming edi, mana minadigan holatga kelib qolindi-yu. Nech pulga berib yuborasan bo'ladigani. Probegi zo'r ekan, 23-yil. Oldi krilo, orqa krilo. Ha, 23-yil. Biz birdan o'tib beramiz, ham bizdan. 28 lar bo'lsa. Xo'sh, so'rasa. Berib yuborishingiz mumkinmi? Necha qo'shilib qolsa? 29 lar, ha. Nomerlarni qoldiraman. 93lik 069 0477. 93lik 069 0477. Zo'r. Aka, charchamang, barakasini bersin. Tak, yana nima qiziq mashina. Voy, buni egasi yo'q-a? Qor aka, yaxshimisiz? Hoji aka, assalomu alaykum. Tizimsiz? Bormisiz? Charchamaysiz, rahmat. Layklar urib yotibman. Boringizga shukr, boringizga shukr. Nima sotyapsiz? Bu JLS, a? Sotamiz, narxini zo'r qilib bersangiz. 65 taqalgan. 65 mi? 2019 mi 18 mi? 19-yil 95 ming probeg. Tozami? 1 santimetr ham kraskasi yo'q. Любой проверка. 2019 Boylarga tashlayman. 19 95 ming probeg. Holati ideal. 67 ming deb qo'yibdilar. Tak, JLS. Salonni bitta ko'ramiz. Bismillah. Akustika mana Harman Kardon bir xillarda oddiy bo'ladi. Bunda demak yaxshi akustika, HDR displey yo'q. Podstakannik sovutadigan isitadi. Bularda bor, zo'rda. Mana qarang, stakannigi bor-ku. Bitta mana qarang. Bitta bossa mana. Hozirgina yo'q qoldi. Berib turing kalitni. Mana bitta bosamiz. Mana bitta temiri bor-ku, podstakanligida suvlarni isitadi yozdi. Bitta bossa sovutadi, isitadi. Rangiga qarab o'zgaradi. Zo'r bo'ladi. Mana rejimlarni qarang. Sport, komfort, qor rejim, yomon yo'l rejim. И bunda adashmasam mana pnevmo podveskasi ham, bor. Uni dорожник rejimlari. Xullas, mazza. 2019
12 litr расход shaharda. 19 mi? Точно 18 emasmi? 9 ko'rsatyapti pasportim. Yo'q, 19. Necha litr? 12 ta расход qilyapti. Jila 450 da, shunaqa bo'lar. 400 bo'lar-da. JLS 400, JLMish. JLS 400. Ular Mersa yoshda eng katta kuzovlardan. 3 qatorli, zo'r joyi. Bola chaqa, nevara, pevaralar bilan bor-ku. Bundoq bosamiz. Qani, bundoq bosamiz. Opa, ochib beradi. Mana. Ketdi. O mana yengil jip. Ko'rdingiz zo'ra aniq ochilishini. Yana bitta ko'rsatib beramiz. Yog', bog', balon, hamma texnik qilingan. Mercedes Center'ga. Qani edi? Mana bitta bosamiz aniq. 95. Hoppa. Bo'l chiqlarini bola chaqani chiqarib yuborib, mazza qilib keturasiz. Saloni to'q jigarrang salonlagan. Dajichi obshivka hamma ko'jalari jigarrang. Mana lilonim, gilami ham jigarrang qilingan ekanda. To'q shikalat rang. Zo'r. Ana baloni bir xil katta diskka taqadi. Узкийroq balon qiladi, chiroyli bo'ladi-yu, lekin mana bu mягкий ancha 21 ekan. Unga 23 diska ham taqib qo'ysa, ashi video ochilinadi-yu. Lekin nisbatan jo'skiylashadi. Zo'r lekin. Hoji aka, qanisiz? Narxini Assalomu alaykum aka. Do'st, rahmat. Charchamayapsizlarmi o'zingizlar? Shu 14 qo'limda. Telefonda gaplashyaptilar ekanlar. Bitta narxini kelishinglar, ha? To'xtang. Like bosishingizdan chiqib qolibdi hali ham. Videoga chalg'ib, xudo xolasa bitta bosib qo'ying hozir. Ikkiga yana nima aytmoqchi edim? Nechpulli atrofida mashina qidiryapsiz. Shuni ham yozib keting. 51 yana ideya bor. Qachondan bir qilaman deyman. Bitta videoda faqat bozorda hamma bor Mercedes video qilamiz. Keyingi videoda bozorda bor hamma Toyota'larni, Hyundai'larni qilaman deyman. Davay shunaqa qiling degan ideya kommentlar kam bo'layotganiga hafsala qilmayapman. Nechpul qilib berasiz hoji aka? Buni bitta bo'ladigan narxini beraverish. Bo'ladigan 65 ming. 60 62 qilyapti bozorda. 67. Ro'nak qilaylik. Rostdan bir 64 larga beraversangiz, xudo xolasa. De. Unda ro'nak qilaylik, unichi bir alohida Instagramga video qilsa, Instagramda meni qo'shimcha odamlar ko'pda. Ha. 64 larga qo'ysa aka va aniq aytaman, inshaalloh bittada ketadi. Ketkizib bering shuni o'zingizdan. Rostdan. Instagram bor-ku sizda? Bor, meniki Inomarka qayda? Bir telefon qiling, tirsaverasiz. Yo'q, faqat bugun emas. 3-4 kundan keyin iloji bor. Mayli, farqi yo'q. Yozib turaman. Ha, ertagami Dubayga ketyapti-da, 3-4 kundan keyin qaytamiz. Aka, Ko'p. charchamang. Yana nima sotyapsiz? Shonamda farqatsiz. Yo'q, Farqaskidam. Assalomu alaykum. Qandaysiz Aka, aka? sizlar charchamasizlar? Assalomu alaykum. Malibu qilib bering, birlaridan izlayapti ekan, yo'qmi? Malibu bir nech pul atrofida? Yaxshisidan 12 larga topsa bo'ladimi? Ana 16300 ga bitta Malibu 2 2018-yil video ham qo'yildi. O'shani bosib yuboring, mana buni qarang. Mana hozir videoda ham ko'rsatib o'tdik, mana. 300 ga bera olasizmi? Malibu 2 188 ha. 2 to'rligi. Qimmatroq aytibdilar, 16300 ga tushirib qo'yadi, sodalashdan. 16300 ga tushirgan. Ha, mana nomerlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Faqat 200 ming ekan probeg, kraskasi toza. Lekin aytib Gentra ham 16000, 16500 mingda yangi, lekin bu Malibu 2 Kitor. Endi hoji aka qalbiga qanday 2018-yil. tushirib oladi, bilmasam. Mana shunga bitta telefon qiling mana. 97lik 330 25 15. 97lik 330 25 15. Kraska toza. 210 ming probeg, lekin kraska toza. 16300 ga срочный deb yozib qo'yganlar. Shu ko'rib qoldim-da, sразу ovoldi. Ko'ring, aka, charcha. Endi 12 ming topgan, yana 2-3 ming
Jigarlar amallab tursa bo'ladi-da. Fermer akamiz sog'ol. Ha yo'q. Hamma anaqa tuqorgansiz, ma'qul. Fermerskiyda. Zo'r qatta? Jizzaxdan. Ha, Jizzaxda faqat shu. Puli ko'plar. Hazillashamiz aka, charchamang. Bu kimdan edi? Bir qo'yganmiz uni. buni qo'ydik. Nesh pul Malibular bitta narxim biling. Aylanam endi YouTube'da. Ha. Men hal telefon qilaman. Bo'ldi aka. Nesh pul? 25 yarim so'rayapmiz. Nechinchi yil qancha yurgan? 22 41 ming yurgan. Primermi bu? Premier chester. Ha, primerlar qimmat. 22-41 ming yurgan, toza kraska. 25 Yarim so'rayapmiz. Bo'ldi, nomeringizni qoldiraman. 94lik 042 042 77 15. 77 15 042 77 15. O'zimizni mashina. Bestyon T77 shekilli bu. 99mi? Voy, zo'r yomg'irda olar ekanmiz. Chiqilish narsa qilmaydimi mikrofonlarga? Bu nech pul aka? 21 yarim so'rayapmiz. 21 yarim. Qancha yurgan nechinchi yil? 22 hop 70 ming bo'lib qoldi. 22-yil 70 ming bo'ldi. Probek kraskasi? Kraskasi ana shu oldi kapotda kichkina ketmoqchi. Ha. Avvalo bo'lmagan, lekin tekkaniga. Tekkaniga buklangan, to'g'rimi? Keyin kraska tekkizilgan. Zo'r. Bo'ladigan nech pul buni? Buni bo'ladigan 20800 ga zo'r deb. Probegini aytvoring. Mana qara. 9900 qancha bo'ldi? Yaxshigina katta mashina 69 ming ekan probek to'g'ri. Yaxshigina 20 katta mashina 22-yil ekan. 49 mingga 49 mingga olingan mashina yarim pulidan ham arzon, o'zi tushadigan joyga tushib bo'lgan. Hamma rasxodlari. Yaxshigina katta mashina, komforti ham bor. T55 ni haydavdim, o'sha paytda maza qildim. Voy, shunaqa ham zo'r mashina bo'ladimi? Bu ham T99 ham katta, ham no'g'ri ko'proq. Zo'r. Nomeringiz o'sha, yana bitta qaytarib yuboring. 94lik 042 77 15. 94lik 042 77 15. Aka, barakasiz. Charchamang. Nima qiziq mashina ko'ryapmiz. Ha? Tak. Ketdi. Santa Fe'da nechta qo'yibsiz? Qaysi? Assalomu alaykum. Bumi? Nechinchi yil qancha yurgan? 67 ming yurgan, 3,5 ekan. 10 runa bilancha bo'lgan. 21-yil, 3,5 motorli, 67 ming probek. Tozami? Toza. Michelin balonlarda propallari ham bor. 3,5 ligi qimmat yuradi. Keyin eng fuli bo'ladi. Abduf, Abagre, Polni, Panorama, xullas, palasuvishadigan rejimlar full. Gap yo'q. Dinkalar isitadi, sovutadi. Mana o'zi nechpul qo'yishi chiqdi-ku, mana ertalabdan beri analiz qilgansiz. Kimdir nechpuldir bo'lsa olaman degan joyi bor. Nechpul qilishdi? To'g'ri savdo qilishgan yo'q. O'zimizda 34 qilishgan. Farg'onaning mashinasi. Ancha oldimmi? 34 ga zo'r so'rashgan ekan. Hech qancha bo'lgan yo'q. 37 ming deyaptilar. Nomerlarni qoldiraman. 97 776 15 55. Tozasi ekan, Santa Fe'ning 3,5 motorligi. Mashina yangisi haligacha qimmat. Tayyorlabga ruxsati ham 10 oyga bor. Tonni bruna blonka qilingan ustilari. Bruna blonkani o'zi 2000 larga qilinadi o'rtacha. Undan ham qimmatga bo'lgan-ku. Ha, o'rtacha. Undan qimmatga 2,5 ming 3 mingga ham qilishadi. Qancha bir 32-33 lar bermaysa? Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Rahmat, charchamasizlar. Jiya. Nima gap? Alaykum assalom. Bu anaqada dashing izlab yurdik-da. Bir kamyon bo'lib dashing yo'qmi? Dashing. Yo'q, ko'rmadim bozorda lekin. Hali yo'q, hali ko'rmadim. Biz video qilaveramiz. Aka, charchamang. Jiya. Ha, bir 32-33 lar berib yuboramizmi? Yangi beramiz aka.
34 ming bo'ladigan. 34 ga ham beriladi aka. Bermadingiz-ku, endi hozir bersangiz kerak. Xudo xolasa. Qo'shilsa beramiz aka. Nomerlarni qoldirdim. Santa Fe'ni 3.5 ligini, o'sha eng fullini, polni bron qilingan, tozasini qidirgan bo'lsangiz, mana mashina egalari nomerlari. 37 ming deb qo'yibdilar, 34 mingga bermadim deyaptilar. Lekin sodalasangiz aka beradilar. Charchamang aka. Joningiz sog' bo'lsin, hoji aka. Joyinda keladi siz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamsizlar? Joyinda keladi gap, joyinda. Joyida. Sizlar bilmayman, qayerdandir keladi. Lekin videoni o'chirib qo'yasiz-ku. yo'q, o'chiribman. O'chirib qo'ygan paytingiz kelmaydi. Qara, videoga mana to'g'ridan oling. To'g'ridan olaman. Nimaga? Pastdan olasiz-ku. Ko'rayotgan odamga bundoq sizni tepadan ko'rayotgandek tuyuladi-da. Chozib qolganlar o'zini past his qilayotgandek tuyuladi. Mana misol uchun mana pastdan olgan mana. Men bunaqa gapirsam, tipi o'zingizni kichkina odamdek, xuddi o'zim katta odamdek qilayotgandek tuyulaman. Lekin biz Instagramda ko'rganmiz-ku, sizni bo'yingiz balandda bo'ladi. Seriously aytaman, to'g'ri. Agar bunaqasi olsangiz, siz kichkina ko'rinasiz. Seriously, menlar bo'y o'zingda bo'ladi. Yo'q, aka, mana bir xil ekanmiz. Bir ekanmiz. Besam bir xil. Aka, joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Xorazmga salom aytib qo'ying. Xorazm обязательно boring. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Banan bo'lsa olamiz. Banan. Bananmi? Qo'yamiz aka, xudo xolasa. Eslab qolinglar. Bananinglar bo'lsa shu odamga aytinglar. Shtir ustunda hammasi. Charchamang aka. Yana nima qiziq mashinalar bor? Iya, gelik. Kimdan edi bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizdanmi gelik? Yo'q. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Ha? Sizdan? Assalomu alaykum. Charchaysizlar? Ha, mashinani chiqardimmi? To'xta oldin so'raylar. Akaga sotilyaptimi? Assalomu alaykum. Aka, sizsiz? Ha, olmayligi. O'g'lim gaplashadi, o'g'lim biladi hammadan. Ha, bo'ldi. Qani? Bitta ma'lumotlarini ayting, nechinchi yil, qancha yurgan? Tegi 89. Aha. 2021-yil restoran qilingan. Ustini o'zi. Ha. Ichi? Ichi 2006 salon. 2006 salon. 112 motorda, 3 da turibdi. 3.2 motorli. Kichkina motor ekan, qichami. Nech pul? 38 ming gaplashamiz. Nech pul qilishda? 38 ming deb turaverasiz. Bir bilmayman. Qiladi lekin bozor hali aniq narx qilishmadi. 2090 nechinchi yil dedingiz? 89. 89. Oh, xudo, qani. Mana lekin osma qismlari zo'r turibdi bor-ku. Qanaqa buni ayol haydalgan? Qancha probegi? Bilmadim. Zo'r. Taxminan 30 dan 30 gachamda, bunlar primerni. Shunaqasilarni to'yga bir narsaga olishsa kerak. Men bilmadim. Nomeringizni aytaymi, hali qoldiraman. 98lik. Holat zo'r bo'lib turibdi. 2021-yil bashara qilingan, salon 2006-yilgi salon ekan. 91lik? 98lik. 98lik. 365 77 57. 165 77 57 98lik aka. Charchamang, harakatini aytsa. Ichkarida seriozniy dealerlarni pochka pullarli ishlar hal bo'layotgan ekanda, o'shanga bezovta qilmadik. Charchamang. Tak. O Genesis. Genesisni bitta ko'rsatib yubormasak bo'lmaydi. Bu G90mi, 80mi? Kimdan edi bu? Meni aka. Hoji aka, sizdanmi? Assalomu alaykum. G90 ekan-ku. Oh. Sedanning eng fullarini bitta ko'rsatib yuborsak bo'ladi, to'g'rimi aka? Sizdansiz? Assalomu alaykum. Bu nechi 20-yilmi? 22. Genesis G90 sedanlarining ichida menimcha eng zo'ri Genesisga menimcha mana shu. G80 bor, bundan sal ixchamroq bo'ladi. Bu eng S klassi deydi, o'shanisida. Rostdan ham chiroyli, ham komfort mashinada, prezidentskiy. Koreyaning prezidentlari yuradi. Nech pul aka? 60 ming. Ha, rahmat o'zi. Probeg qancha? 54 ming probeg. 20 ming. 60 ming. Kraskasi qanaqa? 20 ming. Shu zo'r narx aytibdilar. Bu nechi motorli bu aka? 3.5 turbina.
Buni bir Instagramga ham olib kelsangiz bo'lar ekanda, alohida syomka qilsa, buni klienti ko'p ketadi. Ha. Endi bu Joyga borish kerak. ha, bu yerda qilmayman-da. Anaqa dedi, Citimol dedi. Gap yo'q. Buni nechi pul aka bo'ladigani, berib yuboradiganingiz. Bozorga chiqib, savdo qilasiz, zerikkan bo'lsangiz. Bu birinchi marta keldim. Yo'q, narx qilishmadimi aniq? Zo'r buni tushunadigan odam voy ovorsa maza qiladi. G90. G90 22-yil. Probegi ham zo'r ekan. Toza, точно. Ya, bismillah. Mana qarang, orqasini komfortini. Bitta ochsa, orqa oldinga surilib beradi. Bank Olufsen audio sistema bilan zashi moshni hisoblanadi. Pastda bitta kolonka, adashmasam buferlargacha bo'ladi. Tepada bitta ochsa, oyna, ya'ni svetilnik, yana bu yerdan qarang, sensorli svetilnik. Mana boshqaruv paneli ham sensorli. Mana qarang, barini kattaligini. Xudo, bu yerda yana bitta barning ichida chiroyli ikkitalab Type-C'largacha bor. Gap yo'q. Zo'r. Barakasini bersin. Nomeringizni ayting aka. 90li. Mana qarang. 90li 571 2000. Genesis oldik. Yonimizda yana bitta ikkita Jetur turgan ekan. Jeturlarni narxini bilib o'tib ketamiz. Sizdanida? Ha aka. Bu X70 mi? X70 plus. Plus, ha? Luxury 1.6ligi. 1.6ligi. Tak, 2024-yilmi? 14.000 probeg, 14.800. Voy, 24. Uzr. Ha, shu oxirgi chiqqanlardan ekanda. Necha pulga oldingiz buni? X70. Necha pulga berib yuborasiz? Mana 14.000 yuribsiz. Ana bo'ladigan. 22 oxiri. 22? Voy, zo'r narx shakilli. 22.000 ga mana Jetur X70 Plus 16.000 probeglisi. 14.000. 14.000 probeglisi. Gap yo'q arka. Hali mana o'rtada salafallarigacha shilinmagan ekan. Monitorlarniki. Zo'r. Saloni qarang, bular chiroyliligi 22.000. 90li 949 4418. 90li 949 4418. 21 ga ham bera olishingiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Oxiri shu 22 beramiz. Qimmat so'rayotgan ekanlar, bo'ladigan ish dedilar aka. Mayli aka, rahmat, charchamang. Bu yoqda xuddi shuni qorasimi bu? Yo'q, bu 70 o'zi. Plus. Bu ham, mana bu xuddi shu. Bu luxury variant Dubai. Ha, bu. Bu nechi pul? 2022-yil 12.000 ekan probeg. 12.000, 21.000 so'rab turmiz. Bo'ladigani bitta aytinglar, hozir 22-yil ekan. Mana 24, bu 22-yil. Lekin probegi sizniki kamroq ekan. Salonlariga ham hali odam o'tirib ketmagan. Kam o'tirgan deyli. Tak. Buni nechi pul 20 ga berasizmi? Xudo xolasa. Ozgina qo'yib. 21.100. 20.200 de. Xullas 20.000 ga sal bera olmayaptilar. 20.500 la demoqchilar, lekin 20.000 ga bas varsanglar bo'ladi. Hali yoqi qorang qorasi yonma ochib qoladi, bir to'la sog'orman, xudo xolasa. Har kuni tashiymiz. Qaysi birini? Alas deganimiz. Avaz. Liga etdik. Ha, liga. Asabis chatoq, tayyor bo'lmasa deb. Asabis ketiradi. O'tmay qo'ydi, shersikamni ko'rsatdik. Sherskam. Nurala qabul bo'lsin. Rahmat aka. Tamam. O'sha ishdamiz aka, erta kech. 97 490 76 77 90 490 76 77 aka. Charchamay, barakasini bersin. Kalit mashina va bu qo'ying. Qaysini? Captiva'mi? Captiva o'zi mayli qo'ymaymiz. Sizni ham sazaningiz o'lmasin, qo'yib yuboramiz. 2018-yil 20 qancha probegi? 27.000. Qatdan topdinglar 27.000 probeglikni. Captiva to'g'ri. Nechi pul hozir qimmatroq aytasiz endi bilolmayman. Qani videoga olyaptimi? 23 ga topdi ekan. Ha? 23 sotilyapti, 21 da biz. 21.000? Bomba bilan narsiz. Toza kraskasi.
Lekin astoydil anu zavoddan chiqadigandan ham battar qilib tayyorlabsiz-da. Shuncha dirka, salafan, lavoyda yon oyna. Gap yo'q. Mana olib kelgin-da mana bu yoqdan ko'rsam. Mana lavoyda ikkita dirka, ikki kapot, nakleyka, oldi bamfer, tak, nomerga yopishtirmabdilar. Mana bu yoq palasa, tom, bakovoy, eshiklarga palasa. U ham mayli. Mana pukelargacha qo'yilgan. U ham mayli. Mana qarang. Buni qarang, mana o'kam yopishtirilgan. Plus tepasi u ham mayli. Mana bu diskadagi mana shu olov rang shunisi ham yopishtirilgan. Gap yo'q, shu darajada tayyorlatdilar. Voy mana qarang. Chevrolet nakleyka bekitilgan bu dirka salon salafan. Gap yo'q. Ani zavoddan to'g'ri olib kelman to'g'risi ham bo'ladi, qarang. Nakleyka, salafan, polik, oyontiga qog'oz, mana qarang. Ma'malargacha qo'yilgan bu monitor, plyonka, gap yo'q. Rostdan mana qarang, mana yaqindan olgan. Mana bu yaqindan olgan. Mana qarang. Rostdan ideal bo'lib turibdi-da. Aynan Captiva haydayman deb yurganlarga rostdan ideal variant ekan. Qatdan topdinglar bu 27 probeglikni 18-yil. Necha motorli bo'lardi bu? 2 tur. Nomerlarni qoldiraman. Necha edi? Buni qo'yib yuborsangiz mayli. Nima edi bu? Tekshirganman. Mana tekshirib olingan, probeglarni tekshirib olinganlar mana 27200. Kompyuterdan ham tekshirib olingan. 22000 dedingizmi? Zo'r olgan odam menimcha maza qiladi. To'g'ri-da, to'g'rimi Captiva to'g'ri? Gap yo'q. Nomeringizni ayting? 91lik 519 aha 58 aha 11 519 58 11 519 58 11 91lik. Aka, barakasini bersa. Rostdan qani Captivachilar. Mana. Tak, Elantra kimdan edi? Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Tak. 30.000 probeg, 21-yil. Nech pul? 17,5 so'raymiz. Bu lyuksiz ekan-a, em prostoy-a. Shunga qilingan, oldi birov qilingan, TS monitori bor, Pandora signalizatsiyasi bor, hamma joy laminatsiya, disklar almashgan. Umuman ish yo'q. Moylari ham almashgan 1000 kilometr. Moy, po, hammasini almashtirgan ekanlar. Start stop, Android qo'yilgan. Monitor original. Tonirovkalari bor, hech qanaqa ish yo'q. Olasi minas. Men pastakanligi barxitning bo'ladimi? Qilinganmi? Ham shunaqa zavod. Zavodskoy barxitning. Zo'r ekan-ku. Shuncha qilinganda qilinmaganmi? Yo'q, shunga deb buni qila olmaydi-da. Qolib bo'lib turibdi-da. Men shunga ahamiyat berdim. Zo'r. Prostoy, lekin prostoy ham uncha o'zimizdan Mehr berilgan. full mashinalar urib qo'yadi. Shungacha qilinmagan. Yo'q, shunga qilinmagan. Lekin barxitlar zo'r ekan, bor-ku. Shunga qilinganga o'xshayapti. Farqli olmadim. O'z shunkasi yaxshi yoki shunga qilingan. 30.000 randnoy probeg. Oki nech pul bo'ladigan ana. Bitta imkoniyatimiz bor. Mashina narxi yetib hozir. 16 shoshiltira olsa ketadi. 16.500 ga hacha. 16.5 ming degan. Telefon qilishsa? 16.5 mingga birinchi pozitsiya, lekin normalniy yana navorot qilingan 30.000 atigi probegi 16.5 mingga. Agar meni yaqinim bo'lsa-da, ana telefon jiyanim deydi, mana shu bola "Jentroman 16 mingga" desa, "Tire" derdim-da, ko'tiga bir tep, "Mana mamini ol" dirdim, rostdan aytaman. Mana mashina olsang, oldirdim. Qani? O mana 16 mingga. Mamini oldirdim, Lyuboy. Pulimizni olardim. Jentro olamdi, buni olaman. Yo'q, jim olmasdim lekin aniq. Buni olardim. Конечно. Zo'r. Probeg, to'g'ri bu mashinani ikkinchi pozitsiyalarni ham 16.5 mingga topsa bo'ladi. Probegi ko'proqlarni 50 mingdan baland 60-70 yurganlarni taxminan 16.5 ming topsa bo'ladi. Lekin uni probegi gapiryapti. Holati zo'r ekan, aka. Rahmat aka. Charchamang, barakasini bersin. Tak. Nima olamiz yana endi? Bu yoq ichkariga ham bir kiraylik. U nima gaplar bo'layotgan ekan, ha? Hech kirmadik-a, ancha bo'ldi. Bismillah.
Jigar bosh short menda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'yli hojiga. Osh xotirim. Bosh xotirim endi. Rasmiy olib qo'yishni bilan ham. Tijorat qilmang anaqa. Assalomu alaykum. Aseni kuzatamiz aka. Joningiz sog'mi? Nima sotasiz? Biz olgani keldik. Bo'lsin. Variant qaraymiz, olganimga. Barakasini. Sizgami? Sizgami? Bankirmisiz? Yo'q. Bankirmisiz? Oddiychi, qaragani keldik. Xalq bobidan deydi, hamyon bobidan. Aka, charchamang. Ha. Tak, ketdim-da. Ichkari qatorga ham bitta kiraylik. Nimalar bo'lyapti ekan bu yerda? Ha, oho. Bu qatorga o'tmaganimizga ancha bo'pti-yu. Qani, ketdik. Dal yana kirib ketamiz. Bu yerda nima mashinalar, nechi pul deyishyapti? Qiziq. Mana. Yo'q, mana buni qara, mana bu yoq qatorda olmaganimizga ancha bo'lib ketgan. K5 Hyundai'larni makoni ekan-ku. Voy, qani bitta ko'rsat mashinalarni. Oho. Faqat bitta stengada olib ketdimiz-ku. Gap yo'q. Mana bu ikkinchi qator ham polina markalar olib ketdi. Sarento nech pul? Nech pul? Hozir palan pul etsangiz aka, mana hozir yo'q joydan oyoq ostidan chiqib qoldim. O'shanga mana bitta zo'r narx etsangiz ketadi. Sarento 24. 24, 9000 yurgan. 9 pachka emas-ku, ne pachka deysiz? Ay 9000 yurgan. 9000. Ha, 10 gacha ham masla hisoblanadi, pachti to'g'rimi? Nech pul? Xo'p. Ha. 41 ming qilib beraman. Voy, yengisi ham 46 ming. Azaga qaysasini? Abi yengisini 46 mingga olgan yaxshi emasmi endi? Bilmayman. Qiziqganlar oladi-da. Hadisda puldan bitta past. Hammasi. Sal yana kelishtirib, bir 38 larga bir beraversangiz, bir qimillab qolsa kerak. Hatto 38 lar qimillab qolsa kerakmi deb o'ylab analiz qildim. Siz uchun kelsalar 40 ming qilib beraman. Voy. Siz uchun kelsalar 40 ming qilib beraman. Yengisi 48 ming ekan, to'g'rimi shunaqa dedingizmi? 9 ming yurganini har 1000 kilometrga $1000 dan arzonroq qilib deyarli 40 mingga olsangiz bo'lar ekan. Shunaqa bo'lyaptimi? Zo'r. Siz nomeringizni 24. Bu qaysi pozitsiyasi? Fulldan bitta pasti. Elegant nima deyilardi? Elegantmi? Yo'q. Prestige. Zo'r. Prestige pozitsiyasi. Nomerlarni qoldiraman, nechi edi? 97lik. 97lik. 936. Aha. 4000. 97lik 936 4000 aka. Charchang, barakasini bersin. Yaxshi mashinalar bor ekan. Nima gaplar aka? Assalomu alaykum. Sizamisiz? Charchayapsizlar? Qanaqasiz? Rahmat. Malibu qayerda? Mana mana. Birmi, ikkimi? Ikki. Malibu ikkilarni o'zi olmaymiz. Narxi arzon bo'ptilar, rostdan. Bitta ko'ramiz, keyin qaytamiz. Qaysi biri ekan? Nech pul? 24,5 million. Primermi? Primer 24,5 ming. Malibu qatorliga ham bitta kirib ko'raylik. Olmayapsan deb ko'pchilik urush berishadi. Captiva'larni qo'y, Malibularni qo'ydi. Oppoqqinasi. Nechinchi yil qancha yurgan? 2020. 2020 34 ming yurgan. Assalomu alaykum. Siz aka charchamasizlarmi aka? Probegi zo'r ekan rostdan. Lekin yili 20. O'zi bu 22 gacha ham chiqqan, ha? 22 gacha ham chiqqan-ku aytgancha. Primerlar rostdan qimillab qoldi, narx oshib qoldi, faqat qorasi. Chunki operativniy mashina bo'lib qoldi-da, hamma tepadagi katta akalar, hoji akalar endi primerga o'tishibdi, markalarni sotib, o'shanga o'xshab yuraman deb turib, bitta Malibu primer olishyapti, qop-qorasidan-da, keyin firmani nomiga taqib turib, bitta qimmat nomer taqib olishyapti. Men o'zim ham shaharda yuribman-da. Oldimdan Malibu primerlar ham davlat nomerda o'tib ketyapsa, hech qilib hokim emasmikan deb o'ylab qolaman-da, o'ylab qolyapman o'sha hozirgi kunda. Shu emotsiyadan foydalanib, seriyozniy akalar, biznesmen akalar ham mana shunaqa nomer taqib hokim bo'lib olishyapti. Lekin o'zligi ham mana Qashqadaryoning tog'alaridan ko'rinib turibdi. Katta tog'alaridan.
Nomerdan ham aytib turibdi. Eng serios nomerlardan 70 00 07. Gap yo'q. Oka, kelishtirib bering, ilojingiz bo'lsa. Men bular narxini to'g'risi bilmayman, rostdan bilmayman. Siz nomingizdan kelsa shu 24,5 ming deyatdi, 24 mingga beraveramiz. 24 mingga. Kontaktlarni qoldiraman. Oppog'i, tozasi, to'g'rimi? Toza, probegi zo'r ekan. 50 722 77 77 50 722 77 77. Zo'r. O'zingizlar ko'rib, gaplashib, tekshirib bosib yuborasizlar. Aka, charchamanglar, barakasini bersin aka. Ha. Ketdi, hozir ichkariga kirsangdan kirib ketib turamiz. Iloji bo'lsa, Inamarka qatoridan chiqmaganimiz yaxshi. Bugun chegaralardan o'tib ketdik, ancha joylarga kirib ketdik. Zo'r. Mashina orasidan yuraveramiz. Videoni uzmay qo'yamiz. Nimaga? Xuddi shu yerda yurgan emotsiyani, kayfiyatni his qilishingiz uchun uzmayapmiz-da. To'g'ri. Kimgadir qiziqmasdir, shunchaki mana oralardan gapirmay jim ketayotganimiz, lekin kimgadir ba'zan qilib ko'rib o'tirishga qiziq. Ha, mashinalarimiz aka. Qani? Qimmatmi deyman-da sizda? Assalomu alaykum. Nech pul so'rabdi? 36 ming aka. 36 ming. Bu qaysi pozitsiyasi? Prestij? 2,5 mingdan bitta pastor. Pastorog'imi? Qancha yurgan, nechinchi yil? 22 probegi. Assalomu alaykum. Voy, oppoq salonlik ekan. 7 ming. Probegi 7 mingmi? 22-yilmi? 36,5 ming. Bir yana bo'ladigan bir yumshoq narxini qilib bering, bitta qo'yinglar. 35 ga beraveraman. 35 ming, ha? Bo'ldi. Probegi 7 ming. 22-yil. Adashmasam shu prestij pozitsiyasi, panorama hammasi bor. Ha. Bo'ldi, nomeringizni ayting. Nomerim 2-chi nomerga qarang. 97lik 408 02 97lik 408 02 02. Aka, barakasini bersin. Yana qaysi sizni mashinalarsiz? Sheriklar mashina. Gap yo'q. Shunday Kiyachilar ekanlar, nomerlarni qoldirdim. Havoda mana Tucson kerak bo'lsa, bu nech pul hozir Tucsonlar? Bular aka 33 ta. 33. Qancha yurgan, nechinchi yil? 22-yil oxirgi klassik. Ne puli? Probegi? Sherik mashinasida. Probegi 8 ming. Voy, hamma mashinalari 8 mingmi probegi? Bu 2. Ha, 7 ming, 8 ming. Ikkalasi ham bitta odam olgan. Ha, bitta odamniki bo'lgan. Buni o'zlariga olganlar, buni ayollariga olganlar. Men bilan BX olishdi. Zo'r, reklama qildingiz-ku? Ha, shar ochdim. Yo'q, men qo'ygan versiya ochdim. Xullas qarang. Bitta odamnikiligiga rostdan ishondim, chunki probegi bir xil, salonni rangi ham bir xil, tushunyapsizmi? Bitta oilaga menimcha o'sha er-xotinga olishgan. Katta ehtimol bilan. Shunaqaga olishgan bu mashina. Aka, charchamang, barakasini bersam, aka. Nomerlarni qoldirdim, gaplashib yuboramiz. Tak, bu yoqda yana qizuv mashinalarni. Pradolarni ham bitta nimadir sensatsiyalar bo'lyaptimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlar? Sog'liqsiz. Rahmat, xudoga shukr. Tinchmi o'zi aka? O'zingiz qandaysiz? Chalg'itdimmi? Yo'q, bular ham tanish, hol-ahvol so'rab. Endi yaqinda keldik-ku o'zi umradan, o'sha so'rash. Hoji aka. Hammaga nasib qilsin. Umra aka. Otasi, onasi, ukasi bilan borishlik. Inshaalloh nasib qilsin. O'zi o'rtoqlari bilan borgandan ko'ra, ota-ona, aka-uka, singli ukasi, oilaviy borganni gashti boshqacha. Boshqa anaqa. Oilaviy borzmi? Ha, oilaviy ketdi. Zo'r. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Mana shunaqa joylarga borish, aytganingizdek oila bilan borish. Hammani jo'natish. Qayta borish nasib qilsin borganlarga. Endi ana proshkani sal yengillab turamiz. Qachon keldingiz aka? Xo'p, dushanba kuni keldim. Yaqinda kelibsiz.
как раз bir hafta ham bo'lmabdi. Hali bu dunyo mol-mulkiga o'ta kirib ketmagansiz. O'shaning uchun bemalol olinglar deb hozir qalbingiz toza paytida sudalash olsangiz bo'larkan. Shunaqa bo'ldi mana. Mana shu hozir kelishyapti, plov kelgani ketishdi. Mana shu insonlar o'zi, mana bizda ham Telegram gruppamiz bor, Dilshod Prado подписчик. Shular keldilar, aka keldingizmi deb so'rashi, u qilib, aka bering, bor pulim shu, bu dedilar, aka mana o'zini puliga ketdi. Qaysi? Foyda mana shu. Bu 150 talini 2019 4 litrli en fulli. Yevropeyki. Necha pulga sotdingiz? 55 ga. 55. Zo'r 4 litrligi. 4 litrli. Ik ham navolotda полный biron plyonka qilingan. 4 tiyinga balon, shumka, propan gazi ham bor. Probeg qancha dedingiz? Probeg 65 ming. 65. Zo'r ekan. 55 ming. 55. Tang, mana bu sal ileskirolari necha pul? Bu 35 ming. Nechinchi yil, qancha yil? 2014. 2014-yil. 111 ming probeg. Kraskasi toza. 35 ming, ha? Tak. Zo'r. Men o'zim uchun ham sal analiz qilib olishim kerak deb bilib olishim kerak, esimda qolish uchun. Odamdan o'rganadi. Shunaqa, aka. U kimdir nimadir bekitishda emas, insondan o'rganadi-da. Buni misol berib yuboradigan narxingiz necha pul? Mayli, kelishtirib, nima deydi? Ko'ngildan chiqar aka, bering deb yopishgani bo'lsa, bunaqa qattiq qo'llik qilib turmaymiz. Zo'r, 2014 111 mingmi? 111 ming probeg. Kraskasi yaxshi-da, 2.7 motor. 2.7 motor. 4 litrligimizdan bitta qoldi mana. Mana. En fulli 2023. 23 mi? Ha, 23. Voh. 60 gradus kamera, sport rejimlarigacha bor. Bu necha pul? Sport bu 80 ming. 80 ming. Qani? Bismillah. 23 ming probeg, yili ham 23 dedingizmi? En fulli. Hammasida ham anaqa bo'lmaydi, sport rejimi, eko va skor oldi. Hozir bu mashinani aytaylik 24, 25 nollari necha pul olib kelaman desa, ili sotilyapti. Bu 2023-yil konver yopilgan. 23 yopilgan. To'xtadi. 24, 25 yo'q. Shuning uchun buni narxi tushmayapti. Yili oxirgisi narx-navoni ushlab turibdi. Hozir Malibu Premierlarni 45 ming aka. Men jinnoq qoldim. Malibu Premier 22-chi. Malibu Premier 0 probegliklar 45 ming ko'rdim men o'zim. Dizam. Yo'q, men bu ham xuddi shunaqa. Oxirgi anaqa bo'lgani uchun narxini ushlab turibdi, ularga tushib ketmayapti. Shunaqa, bunaqalar yo'q-da, defitsit bo'lgan narsa oshaveradi-da narxi. O'shaning uchun. Ha, tayyor anaqalari ham ikkita, blokirovkalari ham, o'g'ani nari tarafidagi bor-ku. Mana shu narsalarda yaxshigina narx farq qilar ekan, pozitsiyasida. Rulda, laboyda bangrif bor. Mana knopkalari bor-ku, mana. Yaxshigina farq qilar ekan. Zo'r. 80 ming dedilarmi? 2.7的。还没有370，我跟你说就300多块钱这个就。还是买4万多块钱的吧？多少？14年的是吧？14年，那还16年的。14。那边那个雷克萨斯16年。Bitta narsaga o'tib ketaman. Ayni Primoymi? Ha? Ko'pchilik Xitoy mashinaga, Liga, elektromobilga yopishyapti-ku. Mana Xitoyliklar mana o'zi kelib Prado minyapti. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Instagramga kesib qo'yib yuborsang bo'ladi. Nimaga Xitoyliklar kelib yaponskiy mashina Prado sotib olib yurishibdi? Ne Li 9 yo Li 7 da emas, yo BYD da emas. O'zini model mashinalari bor, Chazor, O'sha qiziq savol. Fikringizni обязательно qoldiring. Nimaga Xitoyliklar Prado qidirib yuribdi? Faqat Prado minyapti. O'zbekistonga kelib Prado minyapti. Zo'r. Xitoy o'zidan ham qimmat bu mashinalar. Ha. Ya, lekin bular proshniyligi, benzin tanlamasligida. Misol uchun to'g'ri, men misol uchun bularning mashinasini yomon demoqchi emasman. Lekin mana bunaqa narsada mashinanda chiqarganda ishlab chiqarib haydaymiz. Ular одноразовый narsa qilyapti-da. Misol uchun mana o'zingizdan sotdingiz, Ulug'bekni, Mitsubishi, 10 ming anaqasiga 10 ming yurgani 10 ming arzonga ketdi. Endi yangi mashina. Prado'da aka olib, haydab, yana o'zini puliga sotyapti. Shunaqa. Imindi mana shu bulardan pul chiqishi juda ham qiyin insonlar.
xitoyliklardan pul olish juda ham qiyin. Voy, juda qiyin ekan, rostdan. Tanlab juda ham mana bizanikilar 100% ko'rsa, bular 200% tekshirib oladi degan. Lekin mana xitoyliklar polni Prado qarayapti. Harakatini bersin. Mana siz Prado qidirib yurgan bo'lsangiz, Pradolar mana Dilshodaga 97 402 25 50 402 25 50. Xullas, menimcha bugun shu yerda tugatdi. Bitta duo qiling endi inshaalloh mana shu. Kasb-korimizga baraka bersin, ishlarimizga rivojini bersin, Alloh o'z to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, halolidan bersin. Alloh. Shu Allohni baytiga ota-onasi bilan, aka-uka, singlisi, ayoli, farzandlari bilan borib ibodat qilishni nasib qilsin. Ko'p-ko'p. Xudo xolasa, mana haj kelyapti. Hajda mana ana qilib Allohdan so'raymiz, yelkama-yelka o'sha yerda turib ibodat qilishlik, jannatlarda ham yelkama-yelka turishlik nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabal. Rahmatga. Hammaga niyatlarga yetsin. Kimning qalbida nima ezgu niyati bo'lsa yetsin. Nega shu bitta narsada yomonlik qilaman degan inson ham niyat qilar ekan. Yaxshilik qilaman degan odam ham niyat qilar ekan. Alloh ham niyatingga yarasha beraman degan joyi bor. Xuddi shunaqa. Ha. Aka, ishoning, nimani niyat qilgan bo'lsam, shaxsan o'zim aka o'shanga qistirayapti, bo'ldi. Mana ham sizni ko'p kuzataman, ko'raman. Akangizga mashina sovg'a qildingiz. Men juda ham, misol, siz sovg'a qildingiz, lekin men ichimdan suyundim. Ikkinchi akangizga uy sovg'a qildingiz, to'g'rimi? Misol, aka, bu baxt bu. Kimlardir yetgan, kimlardir yetmagan. Shunaqa, aka, shunday maza qilar ekanmiz-da. Umuman, ana farzandli bo'lganingizda ham unaqa tuyg'uni his qilmagansiz. Aka, daji farzandda ham necha yil oldin birinchisiga nima, ikkinchisiga nima, uchinchisiga nima, to'rtinchisiga nima va qosh ko'zi qanaqa, rangi qanaqa, nima so'raganimiz shunday beryapti aka. Endi rangigacha so'raganimizcha beryapti. Ketma-ket o'g'il qizligini so'raganimizcha berishyapti aka. Mashalloh. Vafot mag'zi bilan deydi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun qanaqadir chin ko'ngildan so'rasak beradi inshaalloh. Ha, Alloh berguchi. Sababini qilishimiz kerak biz. Sababini shunchaki so'rab qo'yib, o'g'il bergin deb turib sababini qilmasak bermaganda, mashina olayotganda ham nimadir mashina olaman deb turib, hech qanaqa sababini qilmasak bermaydi. Bitta anaqa bor, sababini qilish deganda nima deyishadi? Oddiy misol aytaman. Sababi mana misol baliq ovlagani ketyapsiz. Baliq ovlagani borish uchun birinchi bo'lib yaxshi ko'l tanlaymiz. Undan keyin yaxshi havosini tanlaymiz, faslini tanlaymiz. Undan keyin qarmoq tanlaymiz, undan keyin ilmog'ini tanlaymiz. Undan keyin tili chuvalchengini tanlab, hammasini keyin borib sabablarini qildik, qarmoqni tashlaymiz. Bu yog'i Allohdan, unisi Allohdan. Sababini qilib bersa beradi, bermasa bermaydi. O'sha paytda baliq chiqmasa, o'qti yana qaysidir sababini qilmadik deb turib boshqaroq ko'lni bu chetiga keyin boshqacha chuvalchang ilib, boshqacha qarmoq qilib, yana sababini qilaveramiz. Sababini qilsa bo'ldi inshaalloh, u qolgani Allohdan. Allohdan. Hech qanaqa narsa qilmasdan turib Alloh beradi deyish. Balu deganingizga mana borgan bo'lsa, Yeminda Qizil dengiz bor, bilasiz, Jiddada. Yashang. Jiddada 12 kilolik kishnik balu ushadim men. O'xti, qara. Qiliq qilib qo'lingizga chiqadi. Yo'q, qarmoqda, anaqa Yeminda, endi u ham har doim emas, lekin o'sha yerda gostinitsaga berdik. Arablar mana aka. Voy. Izi bo'lar ekanmish qilib? Yo'q, endi ana qilmadik. Kishnik baliq ekan. Kishnik baliq bo'lsa bo'lmaydi lekin. Ha, kishnik baliq. Mana hoja keldi, mana o'sha yerdagi arablar bilan o'rtoq bo'lyapsiz. Anaqasiga berdik. Gostinitsasiga berdik, o'sha yerda qoldi. Lekin bizga olib kelib bo'lmas ekan uni. Bo'lmasa olib kelmoqchi. Shunaqa. Aka, avval gaplashib maza qildik. Maza qildik aka. Charchanglar, qildiraydoshlar inshaalloh. Hammani puli ko'payib ketsin. Ha, ishingizga rivoj. Ishga ko'paydi. Charchamanglar, qildiraydoshlar. Fikringizni qoldiring. Komment обязательно yozib qoldiring. Bitta o'qib chiqaman. Like bosmagan bo'lsangiz qani, hozir bosib qo'ying.